bilan tanishtiradi. Aprel xalqaro yer kuni. Keling uni birga asraymiz. Uni tabiat uchun kamida 5 oy ishlaydi. Kichik qadam katta natija. Yerga mehr bersang, o'zingga ming karra qaytadi. Tabiat jim gapiradi, lekin uni tushunadigan faqat insonlar hech qachon adashmaydi. Har bir daraxt hayot nafasi. Uni qadrlaydi. Tabiatni asrash kelajakni asrash. Nafas olayotgan bir rahmatli yerga, unga kelgan daraxt ertangi avlodga sovg'a. Yer bizga ota-onadek bo'lmoq. Biz ham unga shunday deymiz. Yer hayot manbai. Har bir yaxshi yer hayotning davomi. Tabiatni asra va super bo'ladi. Yer bizga yagona. Uni asrash kuchimiz. Bir chechak jilmaysa, dunyo jilmayadi. Yashil bu hayotda. Yer bo'lsa ham asrash. 3 Biz tabiatni asrash yo'lidamiz. Sizce?